Tafakkur va tafakkurning qudrati. Avtori Mutallib Muhammad. Descartes'ning "Men tafakkur qilayotganim uchun mavjudman" degan so'zini to'liq yoqtiraman. Uning bu so'zida inson iqtidorlarining qudrati guli bo'lgan tafakkur ulug'langan. İnsan tafakkuri haqiqatan ulug' iqtidor. Tafakkursiz bizga hech narsa ayon emas. Hayotini tafakkur qilish bilan o'tkazib, 30 yil yashagan odam amaliyotda 100 yil va uningdan ortiq yashagan odamdir. Tafakkursiz kun o'tkazgan g'aflat egisi 100 yoshdan ortiq yashagan holatdimi, u 30 yil hatto unchalikmi yashamagan odamdir. Yashash demak inson suratida mavjud bo'lib turish deganlik emas. Balki tafakkur orqali hayotga qimmat ato qilish deganlikdir. Aristotel tafakkursiz hayot yashashga arzimaydi desa, buyuk ilohiyatshünos faylasuf G'azzoli ezib ketgan taqdirdimi tafakkur qiladigan kishidan ansirmayman. Chunki u hamon haqiqatga qaytadi. Lekin to'g'ri yo'lda mangan taqdirdimi tafakkur qilmaydigan kishidan ansirayman. Chunki u shamol eg'izidagi paxolga o'xshaydi degan ekan. Men garchi ota-onamning orzusi va o'zim yashagan muayyan davrning talablari bo'yicha har qaysi maktablarda 10 necha yil o'qigan bo'lsam-mu, ammo mening o'rganish hayotim maktabdan iborat bu imtihon bilan numur taqdir belgilaydigan qo'rg'onga bog'lanib qolgani yo'q. Men kitobdan iborat g'oyiviy ustozlar bilan hikmat xazinasida o'qishni hozirgacha davomlashtirib keldim. O'zligimdan o'rganish meni tafakkurdan iborat haqiqat bilan safsatini aniq ayirib ko'rsatadigan o'tkir qurolga ega qildi. Men shuni tavsiya qilamanki, yolg'iz ilm-fan xodimlarimizning mutafakkurlardan bo'lib qolmay, yana san'atkorlarimizning, hunar texnika ahllarining mutafakkurlardan bo'lishini, hatto har bir aql egasi bo'lgan kishilarimizning o'zlarida muayyan darajada tafakkur quvvati yetildirishini umid qilaman. Buning ochqichi kitob o'qishda. Yana kelib bizning hayotimiz bilan fikr yo'llarimizni o'zgartirishga undaydigan bebaho tafakkur xazinasi bo'lgan cho'nqur fikrli kitoblarni o'qishni odat qilishimizda. Oxirgi tilakim shuki, tafakkur xosiyatlari hammamizni o'yg'otqay.